Leksiyelerimizin devamı, hürmetli vatandaşları. Bugün Çislağa 2021 yıl 6. ayının 15. günü. Hemdeki mavzumunda vatandaş. Şimali Atlantik Okyan Ahdi Teşkilatı, yani NATO Teşkilatı, Jungo sistemini kriz payda kıldı dep hesapladı. Jungo taraf bolsa, NATO'nun Jungo'ga qaratqan siyasetlerini tengsheşlerge qarab turalmaydı dep agahlandırış berdi. Mavzulu haber 6. ayının 15. günü Amerika ovozunun Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandı. Washington NATO'ga a'zo 30 davlat haftaning 1. günü, yani 6. ayının 14. günü yuqori darajalikda yig'ini oxirlashgandan keyin birlashma axborot e'lon qilib, axborotni mundaq ko'rsatildi. Jungo prinsipni asos qilgan xalqaro tartibga hamda NATO'ga aloqador sohalarda sistemli xiris paydo qildi. Hükümcümü NATO'nun hükmü axborot hüküm qılıvatıdı. Jungo sistemli xiris paydo qildi. NATO ve demokratik eller qarta. Bu harbiy ittifoq NATO o'xshash degani mundaq ko'rsatdi. Mümkün bo'lgan doirada Jungo bilan qurilish xarakterli suhbat elib boramiz. Bazı tahlilchilar mundaq hisobladi. Bu NATO'nun Jungo masalasida texmi qattiq maydon qo'llanishidan derak beradi. NATO haftaning 1. günü dushanba e'lon qilgan birlashma axborotida mundaq ko'rsatdi. Jungoning qarniyati va uning zo'ravon haddi harakatlari prinsipni asos qilgan xalqaro tartibga va NATO'ning bexatarligiga bog'liq sohalarda sistemli xiris paydo qildi. 1949-yili sobiq Sovetlar guruhining tahdidiga qarshi qurilgan Shimoliy Atlantik Okeani harbiy ahdi tashkiloti NATO birlashma axborotida 1. qatim Jungoni sistemli xiris deb hisobladi. Yoki sistemli xiris paydo qildi deb hisobladi. NATO 2019-yili birlashma axborotida Jungoning kun sayin kuchayayotgan ta'siri va elib kelgan fursat va xirislar to'g'risida to'xtalgan edi. Birlashma axborot 79 abzaslik mazmunga ega bo'ldi. Buning ichida Jungo degan ism 10 qatam o'ttirg'i chiqdi. Buning ichida Jungo degan ism 10 qatam o'ttirg'i chiqdi. NATO'ga a'zo 30 davlat birlashma bayonotida Jungoning tahdid xarakterli siyosatiga, harbiy kengaymichiligi va Rossiya bilan bo'lgan harbiy hamkorligi hamda soxta uchur aloqa harakatlariga diqqat qiladiganligini bildirdi. NATO'ning kotibi Stoltenberg yig'in og'irlashgandan keyin muxbirlarga mundaq ko'rsatdi. Jungoning Balqon yerim oralidan Afrika qit'alarigacha harbiy mavjudligi buningga NATO javob qaytarishga tayyor turishi lozim. U mundaq ko'rsatdi. Jungo bizga yaqinlab kelyapti. Biz uni, ya'ni Jungoni internet bo'shlig'ida ko'rdik. Biz uni, ya'ni Jungoni Afrika qit'asida ko'rdik. Biz uning, ya'ni Jungoning bizning halqiliq asosiy qurilish aslahalarimizga zo'r miqdorda mablag' solganligini ko'rdik. Jungoning Yevropa ittifoqi turishliq elchilari NATO'ning birlashma bayonoti to'g'risida mundaq ko'rsatdi. NATO'ning sovuq munosabatlar tafakkurining davomi gruppalashgan siyosiy ro'y holatning harakat ifadesidir. Devamını anlayışlık şeylerimizden hürmetlik vatandaş.